Yaş idik uzun seferge atlanıp çıkkandıdız. Endi arka mindürek bu kaldı ana devrimiz. We were the few joining us hard at the very beginning, put marks left undeserved. We are now named the caravan. Bu qitimqilik faaliyetine muş bügellan yoki tünügün bugün işkinning uçida tugutish emas, balki davomli o'zimizning iqtisodiy planlarini amalga oshirish uchun, ro'yobga chiqarish uchun qilayli. Agar bijillik planlarimiz kelar yili azroq natijaga erishsa, biz Bible shirkit nomidan yana davomli mablag' tirishimiz. Biz oldin qitim bir necha qarindoshlarimiz mablag' solgan, unumi biz o'ylagandan yaxshi bo'ldi. And so it's probably difficult for you, but I think you will remember a lot more and you will use what you have learned a lot more. And so I want to congratulate each of you for completing it, and I want to encourage you to put into practice the things that you have been learning and build the Uyghur community here in Istanbul and make it successful and profitable. और मुशु सूज में याक थोड़ना Uyghur चीज़ एगरी बोगरी थोकरमा एगरी बोगरी यो या Eigenlijk mangawat mele. Als je heel belang met moestu jai gek kildam. Seler belang tunush kanam den back Rochelle. We are stronger together, and we love you, we support you, and we believe God's blessing on each one of your businesses, your families, and the community here. Men back hotel, begun back hotel. So kutin kut back med. And now I'm going to sing a song for you, 2 songs. Lale. Kızıl lale yarının beği guzare yara dara dirida men avare yüreğim pare pare canım gülü can canım gülü can 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 yarim gülü can 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 yara bulsun men guaman Men tarım puğa kentim kuşken yalar hoşemdi. Esselamu aleyküm. Yükseldeki cemaat, yığıldık biz cem olup, kesip olmuş ticaret. Bilim bilen Müslüman, her kademden gülüner, evlatlarını vatanını soyundurar, güldürer. Kıyınçılıkta baş ekmeği içip geldi yollarını, bu yollarda yürümekte karvan bulup Uygur'u. Uygurçini Bekravan sözdeydi o sahnede,
tercümanğa gerek yok, düşendirdi sözünü. Ustozlarning hammasidan shunda kuyunib yaxshi darslarni o'tab berdi, tijorat to'g'riliq yaxshi plan tuzishimizga yordam qildi. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Bütün ustozlarga ko'p rahmat aytaman. Bir qancha yil tijorat qilgan bilan ba'zi muhim nuqtalarga diqqat qilmaganligimni his qildim. Ba'zi aldirashlik bilan diqqat qilish tegish qo'ygan muhim nuqtalarni bayqadim. Nazariyani texnik amaliyotga tatbiqlab, texnik yaxshi natijalarni erishadiganligimga ishonaman. Hammalarga tekrar rahmat. Barliq ustozlarga, o'z vakilladimizga rahmat. İşgal jarayonida ve bu 2 günlük ameliy ders jarayonida biz o'quvchilar nurg'un iqtisodiy ilmlarga ega bo'ldik. Bu ilmlar kuchimizga kuch qatdi. Ham bu kuch bizga ishonch ato qildi. Endi bu ishonchniki bundan keyin bizga yana davomli kuch qatirganligini, ham ishlarimizga natija ato qilganligini ko'rib yetdim. Hammalarga. Albatta har bir narsaniki bir qonuniyati bor. Qonuniyat yaxshi ekanligi vaqtida yaxshi ketildi deb o'ylayman. Oldingi 3-chi qatimdan kursga qatnashgan, belgili darajada fikrlarni olgan bo'ldik. 4-chi qatim texim kerak his qilgan bo'ldik. Ba'zi xatolarni tuzatgan holatda texim yaxshi harakatlanishga tirishimiz inshaalloh. Qilayotgan ishimdan xabardor bo'lsam, Rizangularchimning. Men tijorat sohasida emas deb qo'shilmagan, lekin bu qitim bu bir ma'rif tijarati. Bizda umlashmagan bilan boshqa millatda umlashgan bir soha bo'lganligi uchun bu qitim shu. Tijorat shaklida rasmiy sistemlik bir qilib baqsaq bu nishonninki Turkiyada tarbiyalashga qo'shilgan bo'ldim. Ijtimoiy aloqa vositalarini qanday boshqarish deganlarni izlab, lekin shu xamchod, kiradigan kirim, chiqimni qanday kontrol qilish va ularni qanday yurishtirish, qanday hisoblash deganlarga faqat kirib boqmagan. Bu qitimliq kursning sayesinde mushlarni qanday hisoblash to'g'risida ham konkret va amaliy bilimga ega bo'lgan bo'ldim. Tijorat qilishimizga, savdo qilishimizga kuch bo'ladigan, bizni yetaklab mang'alaydigan mushtaq bir so'rinni hozirlab berganlik uchun rahmat aytaman. Men bir tijorat qilishni o'rganay. Qarg'ular chiqmay deb, shu 3-chi qaror qatnashgandim. 4-chi qarorga men yana qaytildim. Lekin birinchi bo'g'inimdan bek hayajonlanib hozir va xushib ketdim. Hammalarga rahmat bularning hammasi ustozlarningki bizni yetaklaganligidan. Uyg'ur yüksel taraqqiyot fondi 5-chi qaror, 6-chi qarorda davomli shunda Uyg'ur xalqi yukselsin deb jon fidolik bilan shunda ishlarni qilyotdi. Hammalarga rahmat. Sen emasmi yuragimni yayratgan? Sen emasmi yuragimni yayratgan? Vücudumga hararetle taratgan. Kurban bulay senin şirin sözünde. Vücudumga hararetle taratkan. Kurban bulay kaşın bilen sözünge. So once again, just thank you for being so welcoming to us and working together. It's been a great joy being with you. Hamkorlashganda, o'rtaq o'rganilganda texnik cho'ng natijalarni qo'lga keltiradigan. Mo'shima bir fursat. Bu amaliyat biz uchun nuqtada egetdi. Shunga o'xshash har qanday fursatni tutish kerak. Men Yüksel Taraqqiyot Fondininki 2-chi, 3-chi, 4-chi qarorning hammasi bor. Menimki his qilganim, endi bizningki o'rnimizda turgan vaqtimiz keldi. Chunki yiqilib tushsimi, ko'zni yummaganlar emas, balki ko'zni ichib men turman deganlar, bular g'alaba qozonish qarab mang'alar bo'ldi ekan. Yukseldek Mushtaqbir Fondininki shuarvozlikni emas, suvninki ostining eqishi tez, ust taraf tinchlik ko'rangan mushtaq millat yo'lash ro'yi menga intayin ta'sir qildi. Shuning uchun G'ulochamga, barliq muallimga, hammalarga ko'p rahmat. Maqsadimiz Uyg'urlarga umid berishlash. Prinsipimiz beliq tutishni bitish, yaxshi plan, yerim qalba. Tekrar shu turni taraqqiy qilish uchun iqtisodiy jihatdan yordam bergan, o'rganimizda intilayotgan barliq ustozlarga, o'quvchilarga chin dilimdan rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Ben en çok puşaymanım bu türden 5'den tartıp birinci türlü katlaşmam için de puşayman kılma. Bu türden ahirki basış katlaşmam olsamı 4. kararı ben çoğun bir bilimle aldım değil mi? Doğru yüzünde
bizniki yeni taraqqiy qilib oldimizga ilgirashga cho'ng bir tip qo'shdilar. Ko'p rahmat. Uyg'ur xalqimiz haqiqatan tirishchan. Faqat yetaklashga, qo'ldan tutib yetlashga muhtoj. Bugungi Uyg'ur Yuksalning 4-qarorli xulosa faoliyatlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Hammaga rahmat.